$3000 ga bitdi. Xo'sh, nechta xona deb savol berishlaringiz mumkin. Dilafruz opa, bu xonadonning pardalarini zo'r qilyapsiz-ku. Bitta obzor qilib bermaymizmi? Assalomu alaykum. Obzor bo'lsa obzor, ketdik. Hol qismiga mana ilgan pardalarimiz. Rosa chiroyli chiqqan. Bu yerda zal qismimiz bor. Zal qismimizda ranglar uyg'unligi boshqacha bo'lgan bu safar. Chunki bardo'y bilan bu rangni hech kim uyg'unlashtirmasa kerak. Men birinchi uyg'unlashtirib ko'rdim. Har doimgidek ranglarni gapirtirayotgan men bo'laman. Mana tepalardan yig'ib, uyni balandligini yana chiroyli ko'rsatadigan qilib berdik. Mana o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishlaringiz mumkin. Qarang, mana bunaqa bubonchiklarni ham uzunidan tanladik, chunki bu yerda uyni baland ko'rsatgani uchun uzun turishi kerak bu. Bahramalarimiz takoy mana bir-biriga moslashgan holat. Takoy dedim, endi ruscha gapirib bordim. Zo'r. Bunaqa bu yerda ketdik, bu yerda tepamizda hol qismi bor. O'zi общийda bu yerda bu yerda 4 ta 5 ta 6 ta xonaga qilibmiz-da o'shanda. Qarang, bu yerda hol qismi mana. Hol qismini qilganmiz. Ranglarni ham bir-biriga uyg'unlashtirib, chullarimizni chiroylilaridan tanladik. Turkiya tulli, hammasi Turkiya portretlar bo'lyapti bu yerda. Eng chiroyli spalni qismini ko'rsataman, keling. Wow, degan parda bo'lgan. Rang bu yerda ham rang gapirgan. Rang yangilik, bizda mana biser qo'yib ishladik. Hech kim ko'magiga ish qildik mana. Portretlarimiz quyoshdan to'suvchi blackout. Yangi narsa qilibsiz-da. Hech kim qilmagan narsa. Yangilik qildik. Har doimgidek Jasmin pardalarda yangiliklar. Endi oshxonamiz bilan pastda bitta spalnimiz qoladi eshmasam. Karnizlarni men har doim ahamiyat beraman. Karnizlarga baquvvatroq karnizlarda ishlatishga harakat qilaman. Bu oshxona qismi. Oshxona qismiga tez yuviladigan, dog'i ketadigan pardalarni tanlash kerak har doim. Ochilib yopilishiga bunda ham ahamiyat berishimiz kerak. Eng birinchi oshxonaga chiroyli parda qo'yishimiz kerak. Ayollarning kayfiyatini ko'taradi, energiya beradi ayollarga. To'g'ri. Yuvganda ham. Yuvishlarga qulay, chiroyiga ahamiyat beramiz, rangiga ahamiyat beramiz. Mebelga moslagan holatda parterni mana bunaqa rangdan tanladik. Nimaga bu rangdan tanladik? Bu ochishni to'kartirilgan rang hisoblanadi. Ochilishiga ahamiyat beramiz. Yopilishiga ahamiyat beramiz. Har doimgidek birinchi men komfortni inobatga olaman. Klient qiynalmasligi kerak. Karnizda ham, pardada ham. Ranglarga